Bugungi mavzuyimiz energiya almashinuv jarayoni. Ya'ni masala ishlashni noldan boshlamoqchi bo'lganlar uchun energiya almashinuvining nazariy qismi. Xo'p, energiya almashinuvini nazariy qismini o'rganishda aynan bu o'z energiya almashinuvi nima? Energiya almashinuvi bu moddalar almashinuvining bir qismi. Moddalar almashinuvi assimilyatsiya hamda dissimilyatsiya jarayonlarini o'z ichiga oladi. Assimilyatsiya hamda assimilyatsiya sintez reaksiyalari, dissimilyatsiya parchalanish, ya'ni bu energiya almashinuvi. Aynan shu energiya almashinuv darsini bugun o'tishimiz kerak. Xo'p, vaqtda unumli foydalanish uchun tayyor qilib yozib oldim, ya'ni sizlarga tayyor holatda aynan shundan tushuntirib beraman. Xo'p, energiya almashinuv bosqichlari ekranda ko'rinib turibdiki, tayyorgarlik, glikoliz hamda aerob bosqichlaridan iborat. Demak, 3 ta bosqichdan iborat. Birinchi bosqichi tayyorgarlik bosqichi. U qanday bosqich va qayerlarda sodir bo'ladi va qanday jarayonlar sodir bo'lyapti. Tayyorgarlik bosqichi hazmlaylarda sodir bo'ladi, qisman sitoplazmada sodir bo'lishi mumkin, lekin juda ham kam miqdorda. Endi ushbu bosqichda yuqori molekulyar birikmali moddalar quyi molekulyar birikmali moddalarga parchalanadi. Ya'ni nima degani? Ya'ni yuqori molekulyar birikmalar nimalari? Yog'lar, uglevodlar, oqsillar, polisaxaridlar, ular parchalanib aynan quyi molekulyar birikmaga. Birinchisi mana yog'lar, yog' kislota hamda glitseringa parchalanadi. Nima uchun buni monomer demayapmiz? Sababi bu aynan polimer modda emas. Yog'ning monomeri yo'q. Shuning uchun yog' kislota hamda glitseringa deb qo'ya qolamiz, bo'ldi. Oqsillar endi monomerga parchalana oladi, chunki u polimer modda, biopolimerlar guruhiga kiradi. Oqsillarning monomeri bu aminokislota, ya'ni heteropolimer, sababi har xil monomerdan tashkil topgan. Xo'p, polisaxaridlar monosaxaridlargacha parchalanadi, ya'ni monosaxaridlar bu glyukoza. Nima uchun aynan glyukoza? Sababi chunki polisaxaridlarning monomeri faqatgina bitta glyukoza. Ya'ni ular gomopolimer. Va bu bosqichda hosil bo'lgan hamma energiya issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Ya'ni hech qaysi biri atrofda to'planmaydi. Xo'p, ikkinchi bosqichimiz aynan bu kislorodsiz, glikoliz, anaerob, glyukozaning chala parchalanish bosqichlari deb yuritilishi mumkin. Masalalar ishlayotganingizda keladi. Glikoliz bosqichida yoki anaerob, kislorodsiz, glyukozaning chala parchalanishda degan holatlar keladi. Shuning uchun barchasini yozib qo'ydim. Masala ishlayotganingizda foyda beradi. Xo'p, glyukoza chala holatda parchalanadi. Ya'ni qanday holatda? Glyukoza C6H12O6 ikkita ADF, ikkita fosfat molekulasi sarflanadi va 2 mol sut kislota, ya'ni chala holatda parchalanadi. Bu oxirgi anorganik moddagacha parchalanib ketmadi. Sut kislota bu organik modda. Aynan trioza hisoblanadi. Trioza hosil bo'ldi. Endi bu jarayonda ATF hosil bo'lyapti hamda suv hosil bo'lyapti. Endi ADF bilan fosfat birikib ATFni hosil qiladi. Ya'ni ADF bu adenozin difosfat, ATF adenozin trifosfat. Ya'ni bitta ADFga bitta fosfat biriksa, bitta ATF hosil bo'ladi. Bizda ikkita ADFga ikkita fosfat birikyapti va ikkita ATF hosil bo'lyapti. Va undan 2 mol suv ajralib chiqyapti. Nima uchun suv ajralib chiqyapti? Sabab ikkita fosfat birikishi uchun, bog' hosil qilish uchun fosfatdan vodorod, ADFdan esa OH chiqish hisobiga 2 mol suv hosil bo'ldi. Va bu bosqichimizda 80 kilojol ATFda to'plandi. Sababi nima uchun? Chunki 1 mol ATFda, mana bu burchakka yozib qo'ydim, 1 mol ATFda faqat 40 kilojol energiya saqlanadi. Endi bizda qancha ATF bor? 2 mol ATF faqat 80 da olib qola oladi. Ya'ni 1 litrli idishga undan ortiq suv quyib bo'lmaydi. 2 litr sig'dirishning iloji yo'q. Demak, bizda ham 2 mol ATFga faqat 80 kilojol olib qolamiz xolos. Nima uchun ko'proq olib qola olmayapmiz degan savol tug'iladigan bo'lsa, bizda 2 mol ATF bor xolos, boshqa olib qola olmaymiz. Va bu bosqichda, ikkinchi bosqichda o'zi jami hisoblangan energiya, umumiy energiya ajralib chiqadi deyiladi. Aynan nazariy jihatdan 200 kilojol energiya hosil bo'ladi. Undan 2 mol ATFda saqlangan 80 kilojol energiya hujayrada qolsa, demak 120 kilojol esa issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Bu issiqlik sifatida tarqalib ketadigan energiya hisoblanadi. Bu hujayrada qolmaydi. Tarqalib ketuvchi energiya hisoblanadi. Bu aynan energiya almashinuvining ikkinchi bosqichi, ya'ni glikoliz bosqichi. Xo'p, endi uchinchi bosqichga o'tamiz. Uchinchi bosqichimiz bu aerob, kislorodli bosqich. Sut kislotaning parchalanishi deb atash mumkin. Ushbu bosqich faqat mitoxondriyada sodir bo'ladi. Glikoliz esa faqat sitoplazmada kechadi. Bu hujayraning ikkita qismida sodir bo'luvchi jarayon. Bu energiya almashinuvi sitoplazmada hamda mitoxondriyada. Demak, glikolizimiz sitoplazmada ketsa, uchinchi bosqichimiz mitoxondriyada sodir bo'lyapti. Faqat mitoxondriyada ketadi bu. Sababi mitoxondriyada kislorodli parchalanadi. Sut kislota kislorod orqali parchalanyapti. Ya'ni 2 mol sut kislota 6 mol
kislorod, 36 ta ADF, 36 ta fosfat. Demak, reaksiyadan keyin 36 ta ADF hosil bo'lishi uchun reaksiyadan so'ng oxirgi mahsulot sifatida karbonat angidrid 36 ta ATF hosil bo'lyapti. Qanday qilib? 36 ta ADF hamda 36 ta fosfat birikishidan 36 ta ATF. Endi suv nima uchun ko'payib ketdi? Ya'ni 36 ta ADF bilan 36 ta fosfat birikkanda 36 mol suv hosil bo'lish kerak edi. Lekin 36 mol bu ADF hamda fosfatning birikishidan hosil bo'lgan bo'lsa, qolgan 6 moli mana bu sut kislotaning 6 ta vodorodi, ya'ni 2 mol sut kislotaning ichida jami 12 ta vodorod hisobiga yana 6 mol suv hosil bo'lgan, jami 42 mol suv chiqyapti. Shuning uchun suv miqdori ko'payib ketdi. Va bu bosqichda 36 mol ATF hosil bo'ldi. 1 molida 40 kilojoule bo'lsa, 36 molida qancha? 1440 kilojoule. Jami 3-bosqichda 2600 kilojoule energiya hosil bo'ladi. Undan 1440 kilojoule ATF to'plansa 1160 kilojoule issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Ya'ni bu olib qolyapti qanchani? 1440 kilojoule hujayrada. Qolgan 1160 esa issiqlik sifatida tarqalib ketyapti. Biz sarflayotganda mana shu ATFda qolgan energiya hisobiga sarflaymiz. Ya'ni shuni hisobiga biz ish bajaramiz. Shuni hisobiga hujayralarimiz faoliyatini yuritadi. Mana shu ATFda qolgan energiya hisobiga xolos. Xo'p, endi mana shu ikkita reaksiyaning umumlashtirilgan holati bor. Ya'ni umumiy holat qanaqa? Glyukoza dastlabki mahsulot glikolizda eslayapsizlar, yuqorida ko'rsatildi. Mana glyukoza eng dastlabki mahsulot sifatida. Va shu glyukoza parchalanish jarayoni qanday ketyapti? Demak, umumlashtiryapmiz. Glyukoza eng dastlabki mahsulot. Endi u oradagi sut kislotani olmay turamiz, chunki biz umumlashtiryapmiz. U sut kislota parchalanib ketdi oxirigacha. Sarflandi nimalar? Reaksiyadan oldin demak 6 mol kislorod. ADFlar demak glikolizda 2 mol, kislorodli bosqichda esa 36 mol, jami 38 ta ADF. Fosfatlar ham xuddi shunday 38 ta. Reaksiyaning eng oxirgi mahsuloti sifatida kislorodli bosqichda karbonat angidrid ajralib chiqdi. Va ATFlar qancha? Glikolizda 2 mol ATF, kislorodli bosqichda 36 mol ATF, jami 38 mol ATF. Suv 44 mol, glikolizda 2 mol, kislorodli bosqichda 42 mol. Qo'shsak 44 mol suv hosil bo'lyapti. Va bu umumiy reaksiya bo'lganligi uchun energiyani ham umumlashtiramiz. Ya'ni 200 kilojoule hosil bo'ldi glikolizda, 2600 kilojoule hosil bo'ldi kislorodli bosqichda, 3-bosqichimizda. Qo'shsak 2800. Ya'ni glyukoza 1 mol glyukoza to'liq oxirigacha parchalansa 2800 kilojoule energiya chiqadi. Va undan 1520 ATFda to'planib 1280 ni issiqlik sifatida tarqalib ketyapti. 1 mol glyukozaning to'liq parchalanish jarayonida oxirigacha parchalansa 1280 kilojoule issiqlik energiyasi, 1520 ATF energiyasi. Umumiy energiya qancha desa 2800 kilojoule. Demak, 1 mol glyukozaning kimyoviy bog'larida yig'ilgan energiya, potensial energiya demak 2800 kilojoule. Ya'ni 1 mol glyukozada. Chunki shu energiyani hosil qilib bera olyapti 3 ta bosqich jarayonida. Parchalanish esa 2 va 3 bosqichlarda ketyapti. Birinchi bosqichda hech qanday modda parchalanmadi, faqat yuqori molekulyar birikmadan quyi molekulyar birikmali moddalar hosil bo'ldi. Aynan energiya almashinuvining nazariy qismi shu. Bizda kerakli bo'ladi reaksiyalar. Demak, har bir reaksiyani yoddan bilishimiz kerak. Ya'ni glikoliz bosqichidagi ushbu reaksiyamiz, kislorodli bosqichdagi ushbu reaksiya hamda umumlashtirilgan reaksiya to'liq 100% yodlanish kerak. Chunki masala ishlayotganda qisqartirib ishlab ketamiz. Misol uchun glikoliz ishlayotganimizda kerakligini yozamiz. Misol uchun ATF so'ralsa, glyukoza sterilka ATF. Agar 3-bosqich kerak bo'ladigan bo'lsa, sut kislota sterilka ATF. To'liq parchalangan bo'lsa, umumiy reaksiyadan foydalanamiz, qisqartirib ishlab ketamiz. Shuning uchun masalani hamma 100% yoddan mana shu 3 ta reaksiyani hamma bilish kerak. Energiyalari hamda ularni qayerda sodir bo'lishi va qachon to'liq parchalanish, qachon 3-bosqich olinadi, hamma 100% yodlagan bo'lish kerak. Agar yodlamasangiz, masalalarda buni foydalanishda imkonsiz bo'lib qoladi. Masalada qo'llashimiz kerak. Masalada qo'llashimiz uchun avval biz yoddan bilishimiz kerak bu reaksiyalarni.